Abituriyentlar, demak bugun sizlar bilan qo'shma singover va undan gamet olishni o'rganamiz va video darslarimiz mobaynida bugun xudo xolasa demak gamet olishni o'rgansak, keyingi darslarimizdan xudo xolasa o'sha genlar joylash tartibi, yoki ota-onani genotipini topishdi yoki bo'lmasam o'sha bizga kerak bo'ladigan genlar orasidagi masofalar, shular topish haqida gaplashamiz. Bugun sizlar bilan demak qo'shma singoverdan gamet olishni o'rganamiz. Demak, xo'p, urg'ochi demak barcha belgilarni demak o'rtasidan olgan katta deyman, mana shu ikkalasini chaqishtirganimizda demak birinchi e'tibor bering, mana katta va katta b kattadir. Faqatgina nima bo'lyapti? Onani belgilari rivojlanyapti. Endi bu yerda mana e'tibor bersangiz hech qanaqangi chalkashish yoki bu yerda demak o'rnalmashuv uchun demak bular makrosingover gametlar hisoblanadi. Mana bu ikkalasi. E'tibor bering. Katta b kattadir, kichkina b kichkinadir. Demak bunda hech qanaqangi demak chalkashish yo'q. Endi birinchisi A bilan B orasida almashinish kuzatilyapti. E'tibor beramiz. A bilan B deyilganligi uchun mana e'tibor bersak, mana bu holatda qo'ydik har bitta genlarga. E'tibor bersak, faqatgina A bilan B orasida nima bo'lyapti? Kuzatilyapti va bundan hosil bo'lgan gametalarga e'tibor bering. Katta kichkina b kichkinadir, kichkina a katta b katta d. Bular demak A bilan B orasidagi yakka crossoverlar desak bo'laveradi. Endi B bilan D orasi B ni 1 dan 2 qilib oladigan bo'lsam, e'tibor bersangiz mana B bilan D ni o'rtasida kuzatilyapti, ya'ni almashinish. Endi mana bundan hosil bo'lgan gametalarga e'tibor bering. Katta A, katta B, kichkina D. Endi bunga qaraymiz, kichkina A, kichkina B, katta D. Endi biz qo'shma singoverni topish uchun demak A bilan D orasida hamda B bilan D orasida kechadi. Buni 1 deb, buni 2 deb oldim. Shunda mana A bilan B orasida, B bilan D ham orasida kuzatilyapti. E'tibor bering. A, B, B, D. Va bundan hosil bo'lgan gametalar katta A, kichkina B, katta D, kichkina A, katta B, kichkina D. Endi buni mana bunday yozishimiz mumkin. Dastlabki onani demak belgisi mana bu holatda bo'lsa, qo'shma singoverni topish uchun hurmatli o'quvchilar, faqatgina mana buni o'rniga almashtirib qo'ysak bo'ladi. Ya'ni biz yozamiz, katta A o'shanda yoziladi, kichkina B bu yerga tushadi, katta D bu yerga tushadi. Natijada kichkina A, katta B, kichkina D. Natijada mana shuni o'zi demak qo'shma singover hisoblanadi. Tushunarli bo'lsa, demak keyingi video darslarimizda xudo xolasa genlarni joylash tartibini sizlar bilan ko'rib chiqamiz.